Assalomu alaykum, o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like-larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Ertaga O'zbekiston Super Kubogi doirasida Nasab hamda Andijon jamoalari o'zaro kuch sinashadi. Uchrashuv 27-may soat 19:30 da boshlanadi. Ushbu bahs oldidan sizga O'zbekiston Super Kubogi tarixi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. O'zbekiston Super Kubogi ilk bor 1999-yilda o'tkazilgan va unda Namanganning Navbahor klubi zafar quchgan. Birinchi o'tkazilgan Super Kubok bahsidan so'ng 15 yil pauza bo'lgan. Nihoyat 2014-yil yana Super Kubok qaytgan va unda Bunyodkor zafar quchgan. 2015-yilda Nasab turnir g'olibi bo'lgan va 2016-yilda Lokomotiv ushbu sovringa ega chiqqan. Shundan so'ng yana 2 yil pauza vujudga kelgan. Umuman olganda Super Kubokni eng ko'p yutgan jamoa Nasab. Ular 3 marotaba bu sovringa ega chiqqan. Finallarda eng ko'p mag'lub bo'lgan klub esa Paxtakor hisoblanadi. Umumiy hisobda 5 marta. Shuningdek, Nasabdan so'ng eng ko'p Super Kubok g'olibi bo'lgan jamoa bular Paxtakor va Lokomotiv klublari sanaladi. Ular 2 martadan O'zbekiston Super Kubogida zafar quchgan. Bunyodkor va Navbahorda esa bu turdagi sovrinlar bitta. 27-may kuni bo'ladigan finalda qaysi jamoaning qo'li baland keladi? Nasab yoki Andijon? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.